Ehtiyot bo'ling, qizamiq. Bu videoni yaqinlaringiz bilan bo'lishing, albatta foydasi tegadi. Qizamiqqa xarakterli belgilardan bu tana haroratini 38-39 darajagacha ko'tarilishi va 5-7 kun davomida kuzatilishi. Kataral belgilardan rinit, konyuktivit, dag'al yo'tal va juda ham xarakterli belgilardan biri belgiyskiy xilat poplikasini paydo bo'lishi, ya'ni og'iz bo'shlig'i shilliq qavatlarida oq kulrang rangdagi toshmalarning paydo bo'lishi. Qizamiqqa xos enantemalar. Bunda populyozniy toshmalar 9 mm gacha bo'lib, avval quloqning orqa qismiga, yuzga, bo'yinga, undan keyin tanani boshqa qismlariga toshadi. Bu kasallikning asoratlari otsit, pnevmoniya, yurak nuqsonlari, ko'rlik, karlik, eng yomon asoratlaridan biri meningensefalit. Kerakli va foydali ma'lumotlar sahifamda obuna bo'ling.